qo'ni qo'shnikidan narsa ko'tarib chiqadigan bo'ldi. Birinchi sinfga borganda maktabda yonida qurut sotayotganda yarim qop qurutini ko'tarib kelibdi dedi. Uyimizni dedi ruchka bosib ketadi dedi. Sinfdoshlarini ruchkasi bormi, qalami bormi, o'chirg'ichi bormi o'g'irlab keladi dedi. Shunaqa o'g'ri bola bo'ldi dedi. Qarang, shunaqa ham o'g'ri bola bo'ldi dedi. Oxiri maktabni bitirmas detkalonnaga ketdi dedi. Detkalonnaga ketdi. Biz katta opalarni chiqarishni boshladik. Ayolim o'lib qoldi. Detkalonnadan xabar keldiki, bitasini pichoqlab qo'yganligi uchun qamoqqa o'tib ketdi endi. 3 yil o'tgandan keyin oxirgi kichkina qizimdan oldingisini turmushga bergan paytimizda bir hafta o'tib xabar keldiki, o'g'lingiz qimorda uyingizni yutqizib qo'ydi. Qamoqxonada qimorda uyingizni yutqizib qo'ydi. Uyda bo'shatmasalaring hammalaringni o'ldiramiz. Qizim ikkovimiz qoldik dedi. Hali tashab ko'chaga olib chiqib tashab kelgan qizim bilan qoldik dedi. Qizim bilan qoldik dedi. Uyimizni o'tib ketdi qimorga dedi. Qizim bo'lsa yig'laydiki, dada, xafa bo'lmay turing, men sizga uy olib beraman. Chevarxonamni bir chekkasida yashab turaylik deb, chevarxonasida yashab turib, kotej oldi dedi. Umraga jo'natdi. Umradan kelgandan keyin Spark olib berdi. Uy oldi.